Bolalarda magniy B mikroelementining foydali tomonlari. Magniy B vitamini bolajonlarimizning sog'lom o'sishi hamda rivojlanishi uchun eng zarur bo'lgan mikroelementlardan biri bu magniy B6 mikroelementidir. Magniy organizmda 300 dan ortiq vazifalarni bajaradi. B vitamini esa magniyning organizmga hujayralar ichiga kirishini, so'rilishini ta'minlab beradi. Magniy B6 vitamini bolajonlarni diqqatini jamlashda, xotirani mustahkamlashda yordam beradi. Yosh bolalar ratsionida magniy va B6 vitamini tabiatan ham olish mumkin bo'ladi. Ba'zi holatlarda magniy yetishmaganda dori preparatlaridan foydalanamiz. Men pediatr sifatida yosh bolajonlarga magniy hamda B6 vitaminini quyidagi holatlarda tavsiya etaman. Charchoq hamda uyqusizlik holatida, bolalarning tez charchashi, fikrlash doirasini pasayishi hamda qo'l mushaklarini hamda oyoq mushaklarini tortishi, diqqatni jamlashdagi qiyinchiliklarda magniy va B6 vitaminidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Magniy hamda B6 mikroelementi sirop hamda tabletka ko'rinishida bo'ladi. Bu preparatni shifokor nazoratida dozalar buyuriladi. Magniy va vitamin B mikroelementi kechqurun yotish oldidan nevropatolog hamda pediatr ko'rsatmasiga ko'ra tavsiya etiladi. Magniy B6 vitaminini dozalash shifokor nazorati ostida tavsiya etiladi. Ushbu videoni farzandlari uyqusizlikdan qiynalayotgan onajonlarga yuborib qo'ying.